Navoiy Shoh ko'chasida yana bitta mijozimizning xonadonlariga kelganmiz. Bu xonadonga ikkita xizmatimizdan qilib berganmiz. Birinchisi rombi oynalarimizdan qilib berdik. Bo'yi 2 metr, eniga 3 metr joyga qilib berganmiz. Juda chiroyli chiqdi. Bitta baho berasizlar ko'rib. Ikkinchi ishimiz sanuzeliga dushovoy kabina qilib berdik. Tozalash ishlari bo'lyapti ekan, ahamiyat beraysizlar. Bu dushovoy kabinamiz oynasi ham, profillari ham qop-qora bo'ldi. 1 metriga 1.20 joy, bo'yi 2 metrlik bo'ldi. Eshik ochilib yopilishlari ham yengil bo'ladi. Eshik yopilganda rezinkalari magnitli bo'ladi. Hozir yopib ko'rsataman, bir-biriga yopishib qoladi mana.